YouTube Premiumni bepulga ishlatsa bo'ladi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun hamma o'zim Telegramga kirib oladi. Telegramdan Babelnet deb poiskga yozsanglar mana shu yerda. Mana shu kanalim chiqib keladi. Bu yerdan sal teparoqqa chiqsangiz mana shu nima fayl 19-oktyabr kuni soat 12:22 da qo'yilgan. Mana shuni skachat qilib uстановка qilib olamiz. Menda uстановка bo'lgan, uстановка qilib o'tirmayman. Uстановка qilganlaringizda xuddi mana shunaqa bo'lib nima chiqadi mana. Mana shuni bu xuddi Play Marketga o'xshagan narsa, faqat mod versiyalarni joylaydi bu yerda. Har xil nimalar bor. Mod versiyalar, ya'ni premium nimalarni tekinga ishlatsangiz bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi YouTube'ni mana shu versiyasi. Mana shuni shu yerda sizlarda xuddi menga o'xshab skachat degan narsa chiqadi. Skachatga bosasizda chiqib ketmaysiz programmadan, turishingiz kerak. To uстановка bo'lib, uстановить deb chiqqunicha turishingiz kerak. Chiqib ketsangiz shunday admin bo'lib ketadi. Uстановка qilasiz mana shuni, mana shuni. Buni uстановка qilgandan keyin mana micro G deganni uстановка qilishingiz kerak. Agar buni uстановка qilib turib micro G ni uстановка qilmasangiz ishlamaydi YouTube. Buni birinchi, ikkinchi buni uстановка qilasiz. Keyin xuddi mana YouTube'ning o'ziga o'xshagan mana farqi yo'q YouTube nima bilan, oddiy YouTube bilan. Mana shu YouTube chiqadi. Uстановка qilib, bu yerda men registratsiyadan o'tganman, ya'ni o'zimga YouTube nimamni Google akkauntimni ulaganman. Sizlar xuddi shunaqa qilib o'zlaringiz Google akkauntlaringizni ulaysizlar. Premium versiyani polni nima qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Ya'ni bu yerda pauza qilsangiz bo'ladi, chiqib ketsangiz to'xtab qolmaydi, mana shunaqa nimalar bor. Keyin bu programmani boshqa versiyalari ham bor. Mana bu ham xuddi shunaqa premium versiya. Mana YouTube nimasi, faqat bunga mana bu micro G kerak emas. Lekin mana bu YouTube, biz o'rnatadigan YouTube eng yaxshi nimasi versiyasi. Nima qilmaydi, qotib qolmaydi, boshqa qilmaydi. Premiumni oddiy premium versiya bilan bir xil chiqarilgan. Keyin bular обновление kelib turadi, ba'zida ishlamay qolishi mumkin. Masalan, YouTube qotib qoladi yo bo'lmasa ошибка deb chiqib qoladi. Ana shunda shu mana shu programmaga kelib, notda обновление kelgan bo'lsa, mana hozir oxirgi versiyasi 20.14.43 degan oxirgi versiyasi ekan. Agar yangilanishga kelgan bo'lsa, ana YouTube qotib qolsa, shu yerga kelib turib, yana обновление qilib olasizlar, yana ishlab ketaveradi.